Munisa Rizayeva farzandining 4 oylik bo'lganini qanday nishonladi? Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mashhur xonanda Munisa Rizayeva xonadonida bayram. San'atkorning sevimli farzandi bugun 4 oylik bo'ldi. Shu munosabat bilan Munisa Rizayeva o'g'li bilan samimiy fotosessiya tashkil qildi. Videoda xonanda o'g'lini mehr bilan bag'riga bosib turganini ko'rish mumkin. Ko'rinib turibdiki, Munisa ona bo'lish baxtini to'la his qilmoqda va uning har bir kuni farzandi bilan boyib bormoqda. Kichkintoy uning tayyorlangan bayram tortini ko'rib, bu kichkina yubiley oila uchun katta ahamiyatga eganini anglash mumkin. Fotosessiya jarayonida Munisa tabiiy holatda, sodda va shinam kiyinish uslubida namoyon bo'ldi. Ochiq va yorug' xona, tabiiy yoritish va samimiy muhit kadrlarni yanada jozibali qildi. Har bir onani vafodor bolakayni aks ettiruvchi bu suratlar barchaning yuragini iliq hislar bilan to'ldirdi. Muxlislar xonandaning ona sifatida obraziga ham, uning farzandiga bo'lgan mehribonligiga ham yuqori baho berishmoqda. Ko'plab izohlarda muxlislar Munisa Rizayevaga va uning kichkintoyiga baxt va sog'lik tilashgan. Munisa Rizayeva uchun bu kun yana bir unutilmas xotira bo'lib qoladi. Farzandining ulg'ayishi va uning har bir yangi bosqichi xonanda uchun eng katta baxt ekanini shubhasiz. Munisa va uning farzandiga yana ko'proq quvonchli damlar tilab qolgan holda videoga layk bosishingizni so'raymiz.